Bu loyihani boshlashimizdan oldin bu hazrat bilan uchrashishni va suhbatlashishni qalbimizga tiyib qo'ygandik. Oldingizda bir payg'ambar yo bir salaf solihlardan birov o'tirgani yo'q. O'zingizga o'xshagan oddiy bir gunohkor bandaman. Ruhiy tarbiya haqida so'rab boshlamoqchimiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni hazratni ruhiy tarbiya kitobini o'qing deb maslahat berishadi. Aslida bu kitob og'irlik qiladi. Nafs tarbiyasi qanday boshlanadi? Hammani o'zini nafsi o'ziga ayon. Mukofotni ham, jazoni ham o'zi belgilaydi. Barakam qochib ketdi deydi. Barakam yo'q deyishadi. Barakani siri nimada? Inson nimadan qochsa, o'sha narsa uni ortida qoladi. Xoh boylik bo'lsin, xoh shuhrat bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar. Asliyat podkastining va nihoyat juda ham intizorlik bilan kutilgan soni, 4-soni. Biz bu loyihani boshlashimizdan oldin bu hazrat bilan uchrashishni va suhbatlashishni qalbimizga tiyib qo'ygandik va nihoyat tanishtirish taraddudidamiz. Ustozimiz filolog, teolog va islomshunos olim Abduvali Musulmonov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sal mubolag'a bilan tanishtirib yordingiz. O'zi aslida unaqa juda katta ilmlarimiz ham yo'q, lekin umumiy holatda agar yoshlarga bugungi kundagi bizni ortimizda kelayotgan, ya'ni majoziy ma'noda talabi ilmida yurgan insonlarga zarracha bir foydamiz tegib qolsa, bizni olgan ilmlarimizdan emas, balki bizni hayotimizda qilgan ilm olish yo'nalishida qilgan xatolarimiz bilan bo'lishlik uchun bugun keldik bu suhbatga inshaalloh. Alloh salomat qilsin ustoz. Maqsadimiz ham shu ustozlarimizni bosib o'tgan yo'llaridagi mashaqqatlari haqida, muvaffaqiyatlari haqida ustozlardan so'rab, do'stlarimizga, yaqinlarimizga ulashish. Ustoz, har doim podkast boshlashimizdan avval podkastimizga mavzu tanlab olamiz. Va bugungi kunda sizni o'zi hayot yo'li oldingizda bir payg'ambar yo bir salaf solihlardan birov o'tirgani yo'q. O'zingizga o'xshagan oddiy bir gunohkor bandaman. Zarracha farqim yo'q. Sizni Allohning huzuridagi darajangiz mendan afzal bo'lsa afzalki, kam emas. O'shaning uchun xotirjamlik bilan dildan suhbat qilamiz. Boshqa hech bir gap yo'q. Ustoz, har doim podkastimizni boshlashdan oldin podkastimizga bir nom qo'yib olardik, bir mavzu tanlab olardik. Bugungi podkastimizni umumiylashtirmoqchimiz. Sizni ijtimoiy tarmoqda yuritayotgan postlaringizdan ko'rib, biz sizga birinchi savolni ruhiy tarbiya haqida so'rab boshlamoqchimiz. Ya'ni ruhiy tarbiya haqida. Bugun bir tadbirda ketma-ketlik, kitob ketma-ketligida aynan ruhiy tarbiya ruknidan bir tavsiya bergan bo'ldik. Juda ko'p o'rinlarda ruhiy tarbiya mavzusida qaysi kitobni o'qiyman deb so'rashsa, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni hazratni ruhiy tarbiya kitobini o'qing deb maslahat berishadi. Aslida bu kitob og'irlik qiladi. Birinchi boshlang'ich, ya'ni aynan ruhiy tarbiyani o'rganmoqchi bo'lgan insonlarga. Hozir siz bilan ruhiy tarbiyani boshidan gaplashib boshlaydigan bo'lsak, bu juda ham katta mavzu. O'zingiz mo'ljallab qo'ygan boshqa savollaringizga fursat bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun boshida ruhiy tarbiya ruknidan o'qilish kerak bo'lgan ketma-ketlik silsila kitoblarini aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda Abu Lays as-Samarqandiyni Tanbehul G'ofilin kitobi. Bu kitobni o'qib bo'lgandan keyin xuddi shu muallifni Abu Lays as-Samarqandiyni Bo'stonul Orifin degan, Oriflar Bo'ston degan kitob bor. Buni o'qib bo'lgandan keyin Imom G'azzoliyni Mukoshafatul Qulub o'qilsa, Mukoshafatul Qulubdan keyin Imom G'azzoliy hazratlarining Ihyo Ulumuddin kitobi o'qilsa, ana undan keyin Shayx hazratlarini ruhiy tarbiya 3 tomdan iborat ruhiy tarbiya ruknidagi kitob o'qilsa, albatta bu inson nafaqat ruhiy tarbiya maydonida go'zal ilmlarga ega bo'ladi, balki ruhiy tarbiya ustoziga aylanadi. Inshaalloh. Ustoz, ruhiy tarbiyani hayotimizdagi o'rni haqida so'ramoqchimiz. Ya'ni ruhiy tarbiya hayotimizdagi o'rni qanday? Inson o'zini tanishligi uchun, Robbisini tanishligi uchun albatta ruhiy tarbiya va nafs tarbiyasi bilan shug'ullanishligi kerak. Atrofimizda muvaffaqiyatga erishgan, mashhurlik cho'qqisida yuradigan, ustoz darajasidagi insonlarga qaraydigan bo'lsangiz, barchasini ruhiy tarbiyasi go'zal shaklda. Bular mana shu nuqtaga diqqatni qolganlarga nisbatan ko'proq berganligi uchun ham bugungi kunda o'sha omma oldida, millat oldida xizmat maydonida turgan insonlar.
Xoh bu ta'lim tizimida bo'lsin, xoh bu sog'liqni saqlash tizimlarida bo'lsin, xoh bu boshqa mutaxassisliklarda bo'lsin, albatta ayni xizmatni o'sha ruhiy tarbiyasi shakllangan, nafs tarbiyasini go'zal shaklda qo'liga olgan insonlardan chiqayotganini ko'rasizda. O'shaning uchun ruhiy tarbiya rukniga keladigan bo'lsak, inson ruhiy tarbiyasi bilan shug'ullansa, ruhiy tarbiya deganda ko'pchilik ruhshunoslikmi deb savol berishi mumkin-da. Yo'q, ruhiy tarbiya bu ayni nafs tarbiyasi o'zi aslida. Insonni ruhi poklansa, jismi ham poklanadi. Ruhiyat poklansa, jismoniyat ham poklanadi. Demak, biz ruhiy tarbiya bilan shug'ullanar ekanmiz. Bizni hayotimizdagi oqimiz ham, qoramiz ham, kunimiz ham, tunimiz ham mukammallashadi. Yaxshi ma'noda, go'zallashadi. O'shaning uchun ruhiy tarbiya kitoblarini hozir yuqorida aytib o'tgan silsila o'laroq ketma-ketlikda o'qiladigan bo'lsa, ruhiy tarbiya mavzusida juda ham katta ilmlarga erishsa bo'ladigan bir fursatlar zamonida yashayapmiz. Mashallah. Ustoz, bu nafs haqida gapirdingiz. Nafs tarbiyasi qanday boshlanadi? Nafs tarbiyasi ruknida go'zal uslublar, go'zal o'sha yo'nalishlar keladi. Nafsni turlari o'zi 3 xil bo'ladi. Ustozlarimizdan eshitganimiz. Sizni gunohga undovchi nafs, sizni gunoh qildiradi-yu keyin pushaymonlikka undovchi nafs, sizni o'sha gunohga ham undamaydigan, pushaymonlikka ham undamaydigan, faqat sokin, xotirjam bo'ladigan nafs. Bu 3 ta turi. 3 ta daraja. 1-chi, 2-chi, 3-chi daraja desangiz, 3-chisi yomoni, o'rtadagisi o'rtachasi, 1-chisi eng yaxshisi. Bu solihlarda o'zini nafsini tiyib olgan, nafs quliga aylanmagan insonlarga bog'liq bo'lgan sokin nafs desak bo'ladi-da, xotirjam nafs. Ikkinchi turi juda ko'pchilikda bugungi kunimizda uchraydigan turi, o'sha gunohga undovchi va pushaymonga undovchi. Gunohni qiladi va undan keyin pushaymon ham bo'ladi. Mana shu nuqtada ko'pchilik xato qiladi. Aynan o'rta nuqtada xato bor. Qanaqa xato desa, pushaymon bo'ladi. O'sha ishni qayta qilmaslikka qaysidir ma'noda va'da beradi o'ziga o'zi va 3-nuqtani qilmaydi. 3-nuqta nima desa, 3-nuqta o'sha gunohga yoki yomon ishga qaytmaslik haqiqatan. O'sha nuqtani ushlashlik iroda bilan. Bu nuqtani doim ushlab keladigan odamlar haligi 1-darajaga erishadi. Xotirjam, sokin nafsga. Gunohga undovchi nafs, endi bu nafsiga qul kimsalar o'sha umumiy holatda gunohni o'ziga urf qilib olgan, gunohni o'ziga odatiy amal sanaydigan, umumiy holatda yomon ishlarni deylik, yomon ishlarni o'ziga odat qilib olgan, odamlarni haqqini yeyishlikni, qarzdorlikni o'ziga bir hayot tarziga aylantirgan insonlar aynan o'sha 3-chi turkum og'ir nafs turkumiga kiradi. Umumiy holatda 3 xil nafs. Endi 3 xil nafsni tarbiyasi qanday desa, tarbiyasi go'zal uslublar bor. Masalan, 1-chi uslub mukofot va jazo uslubi. Chunki doimiy ravishda kitob o'qiysiz, ilm olasiz, nafsingizni qiynaysiz, vaqtli turasiz, sport bilan shug'ullanasiz, nafs qiynalib qoladi. Va borib nafs tug'yonga ketish ehtimoli katta bo'ladi. Bunaqa nafsni. Ya'ni faqat nafsni qiynayapsiz, unga mukofot bermayapsiz. Nafs bilan o'tirib, do'ppini yechib qo'yib gaplashasiz. Ey nafs, agar bugundan boshlab har kuni ertalab turib yugurishni odat qilsang, 1 hafta davomida, 1 haftadan keyin sen yaxshi ko'rgan bir narsani olib beraman. Hammada har xil bo'ladi bu. Mukofot, nafsini mukofotlash. Kimdir yaxshi taomlanishni yaxshi ko'radi, yaxshi joylarga borib. Kimdir kiyim kiyishni yaxshi ko'radi, yaxshi kiyimlarni. Kimdir sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Xuddi nafsingizga yoqqan o'sha sayohat bo'lsin yo bir boshqa mukofot turlari bo'lsin, o'sha mukofot turini nafsga taklif qilasiz. Sen mana shu ishni shuncha kun davomida qilasan va davomida mana shunaqa mukofot olasan. Ikkinchi tangani ikkinchi tarafi, agar bu ishni qilmasang, mana bunaqa jazo olasan. Bir kun ovqatsiz qolasan. Ya'ni hammani o'zini nafsi o'ziga ayon. Mukofotni ham, jazoni ham o'zi belgilaydi.
Jazo deganda, ya'ni jazolab nafsni ichingizdan chiqarib tashlashlikning iloji yo'q. Umumiy holatda nafs tarbiyasi o'laroq mukofot jazo sistemasini, mukofot jazo tizimini qo'llaydigan bo'lsa, albatta inson yaxshiliklarga erishadi. Yana bir go'zal uslublardan inson doim hali ulguraman degan bir niyatlar bilan yashaydi. Ilm olishlikda bo'lsin, o'zini sohasini mutaxassisi bo'lib yetishlikda juda ko'p holatlarda ko'rasizki, men hali ulguraman degan ichida bir niyatlari bo'ladi. Shunaqa insonlarga hali ulguraman deb yashayotgan, juda ko'p ishlarni ertaga surayotgan insonlarga nisbatan bir go'zal taklifimiz bor. Bir eksperiment qilishsin. Bu dunyo bir kundir, o'sha kun bugundir degan eksperiment. Ertalab tug'ildik, kechda xuddiki vafot etadigandek yashab ko'rishlik. Ota-onaga mehr, qarindoshlar bilan aloqani uzib olganlar, qarzdorlar va boshqa odatiy hayot tarzida yomon odatlarni shakllantirganlar mana shu kunni yashab ko'rishsin. Qay shaklda o'tadi? Ya'ni oxirgi kuni shu. O'zi zotan ajal barchamizni bo'ynimizda bor, qachon kelishi yaratganda o'ziga ma'lum. Biz birortamiz bilmaymizki qachon vafot etishimizni. O'shaning uchun bu eksperiment insonni ko'zini moshdek ochishlikka yordam beradi. Demak, eksperiment nomi bu dunyo bir kundir, o'sha kun bugundir. Ertalab tug'ildik, kechda vafot etadigandek qarzlarimizni berishlik. O'zi haligi videolarda ko'p kelib qoladi-yu. Falon insonlarga jo'natib qo'ying. Mana qarzdorlarga jo'natib qo'yish kerak. Mana shunaqa videolarni. Sizdan qarzini bermay insonlarga yurgan insonlarga jo'nating. Bir kun bu dunyo bir kundir, o'sha kun bugundir degan qovul ostida eksperiment qilib ko'rishsin. Qarzdorlar birpasda qarzini qaytaradi. Ota-onaga bemehrlar mehrli bo'ladi. Qarindoshlar bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan insonlar albatta qarindoshlar bilan aloqalarni tiklaydi. Umumiy holatda yaxshiliklar qilishni boshlaydi-da. Haqiqatan. Yana bitta go'zal uslub nafs tarbiyasi bobida bu. Bu farzand tarbiyasiga ham tushadi, oila bilan munosabatlarga ham tushadi. Menga emas, mendan qoidasi. Bir ayolki turmush o'rtog'iga yaxshiliklar qiladi, uni xizmatini qiladi, uni rozi qiladigan ishlarni qiladi. Va buni evaziga turmush o'rtog'idan hech narsa kutmaydi. Menga e'tiborli bo'ling, gul bering, aylanishga boring degan xarxashalarni qilmaydi. Ya'ni ayolni qoidasi men o'zim yaxshilik qilay turmush o'rtog'imga degan maqsad bilan. Erkak ham xuddi shu oilada ayoliga yaxshiliklar qiladi, sovg'alar olib beradi, aylantirishlarga olib boradi, ayolini ziynatlaydi. Umumiy holatda o'sha ayoliga yoqadigan ishlarni qiladi. Va buni muqobilida ayolidan hech narsa kutmaydi. Kiyimimni yuvdingmi? Ovqat vaqtida pishmagan va hokazo degan kamchiliklarni ko'rsa ham undan xafa bo'lmaydi. Tasavvur qiling, ayol eriga, turmush o'rtog'iga yaxshiliklarni qiladi, evaziga hech narsa kutmaydi. Erkak ayoliga yaxshiliklarni qiladi, evaziga hech narsa kutmaydi. Bu qanday go'zal bir oila bo'ladi. Xuddi farzandda ham xuddi shunaqa. Ota farzandiga yaxshiliklarni qiladi, evaziga hech narsa kutmaydi. Farzand otasini hurmatini joyiga qo'yadi, uni ishlarini aytmasdan turib qiladi va evaziga hech narsa kutmaydi. Meni akamga uyqu bergansiz. Nimaga menga kichkinaroq dom? Yo'q, unaqa gaplar gapirmaydi. Bu ham tarbiya uslubining go'zal nuqtalaridan. O'zi aslida nafs tarbiyasi yo'liga chiqqan inson ruhiy tarbiya ruknidan har narsada o'zi yaxshi bo'lishlikka harakat qiladi. Birovni o'zgartirishlikka emas. O'zi yaxshi bo'lishlikka harakat qiladi. O'zi yaxshi do'st, yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi farzand, yaxshi ota, yaxshi ustoz, yaxshi shogird. O'zi ideal bo'lishlikka harakat qiladi va buni ortidan atrofidagi insonlar ham unga munosib o'zgarayotganligini albatta natijasini ko'radi. Mashalloh, ustoz, juda ham zo'r narsa aytdingiz. Haqiqatda Alloh salomat qilsin. Inshaalloh bu bo'layotgan suhbatlarga amal qilsak, inshaalloh boyagi sakinatli nafsga erishamiz. Inshaalloh. Juda ko'p o'rinlarda yoshlarimiz va tengdoshlarimiz ilmni yaxshi ko'raman deyshadi. Lekin ilm olishmaydi. Yoki mana shu ustozni qarang, mana shunday ustoz deyshadi-yu,
lekin yo o'sha ustozni etagidan tushmaydi yoki gapiradigan gaplarini eshitmaydi, faqatgina qarab, "Zo'r ustoz, mana shu kitob zo'r kitob ekan-a" deyishadi, lekin o'qishmaydi. Buni muhabbatga aloqasi bormi? Juda go'zal savol. Bugungi suhbatning eng go'zal savoli bo'lsa kerak, hozirgacha eshitgan savollarimiz orasida. Ahli ilmlarni yaxshi ko'radi, ustozlarni yaxshi ko'radi, atrofida yuradi, kitoblarni o'qimaydi, ilm olmaydi, ilmni yaxshi ko'radi, lekin ilmga o'zi harakat qilmaydi. Bunaqa insonlarda nima muammo? Bunaqa insonlardagi muammo muhabbatni borligida. Ilmga muhabbati bor bunaqa insonlar. Qanday? Muhabbat nima? Arab tilida hub degan so'z bor, bilasiz. Ha. Hub so'zidan olingan. Yaxshi ko'rishlik, sevishlik degani. Ular yaxshi ko'radi xolos ilmni. Ular ustozlarni yaxshi ko'radi xolos. Ha. Arab tilida ishq so'zi bor, ayin bilan. O'zbek tilida ham ishq bo'lib kirib kelgan. Ba'zi o'rinlarda ishq bilan muhabbatning farqi nima desangiz, aytishadiki, muhabbat sal zaifroq, ishq undan sal kuchliroq degan tushuncha bor. Bu noto'g'ri. Ishq bu muhabbat qo'ygan narsangizga erishishlik uchun qiladigan harakatingizga ishq deyiladi. Mashaalloh. Qarang. Siz ilmga muhabbat qo'ydingiz, ilm olyapsiz, demak sizda ilmga muhabbat bor va unga erishishlikda ishq bor. Qanday go'zal tizim. Mana shu tizim bo'yicha ketadigan odamlar albatta o'sha talaba ilmlik yo'liga otlanadi. O'zlari kitob o'qiydi, universitetlarga topshiradi, o'zini taxassusini, mutaxassisligini o'sha yaxshi vakili bo'lib yetishadi. Ustozlarni etagidan tutadi. Mutaxassis insonlarga, ustoz insonlarga qaraydigan bo'lsangiz, bugungi kundagi ko'rasizki, ularda faqatgina muhabbat bilan cheklanib qolishlik emas, balki ishqni rivojlantirib, ishq bilan harakat qilishlik bo'lganligini ko'rasizda hayotlarida. Demak, hayotimizda muhabbat bo'lsa-yu bir narsaga nisbatan, ishq bo'lmasa, natija bo'lmaydi. Ya'ni muhabbat birinchi nuqta bo'lsa, ishq asosiy natijaga olib boruvchi nuqta. Ustoz, shu o'rinda eshitganman, maqsad bilan orzuni qanday farqi bor deyishadi-yu. Ya'ni orzu qilsang orzu qilib o'tiraverasan. Misol uchun men prezident bo'lishni orzu qilaman deydi, men rassom bo'lishni orzu qilaman deydi. Lekin u orzular agar o'sha maqsad qo'yib, shu soha bo'yicha misol uchun boyagi rassom bo'lish uchun harakat qilib, ya'ni o'sha maqsad bilan orzuga o'xshash narsa ekan ishq bilan muhabbat. Shunaqa, lekin muhabbatdan oldingi nuqta maqsad desak to'g'riroq bo'ladi. Inson oldiga maqsad qo'yadi va o'sha maqsadiga nisbatan muhabbatni shakllantiradi va muhabbat qo'ygan narsasiga erishishlik uchun harakat qiladi va buni nomi ishq deb ataladi. Juda go'zal tushuntirish bo'ldi lekin. Alloh salomat qilsin ustoz. Juda ham xayrli suhbatlar bo'lyapti. Bugungi kun yoshlarga rivojlanish uchun nima maslahat bergan bo'lardingiz? Rivojlanishlik uchun biz hozir qilayotgan suhbatimiz diniy talqinda emas, hamma soha vakillariga tushadigan. Beradigan maslahatlarimiz ham hammasiga tushadi. Xo'p, 3 ta nuqtani aytib o'tamiz rivojlanishlik uchun. Birinchisi isti'ona. Isti'ona. Ikkinchisi sadiqun naqid. Uchinchisi istimror. 3 ta rivojlanishlik uchun asosiy nuqtalar. Isti'ona bu bir ishni tavakkal qilib boshlashlik, bu xoh biznesda bo'lsin, xoh bu ilm olishlikda bo'lsin. Tavakkal qilib boshlashlik va o'sha ishni natijasini Allohga tashlab qo'yishlik. Buni otini isti'ona deydi. Ya'ni tavakkal ishni boshlashlik, qo'rqmasdan deb tushunsak bo'ladi. Ikkinchisi nima dedik? Sadiqun naqid. Sizni o'sha biznesingizda yoki ilm olish yo'lingizda chetdan sizni kuzatib turuvchi, tanqid qiluvchi do'stingizni bo'lishligi. Sizni tanqid qilib turishligi kerak. Sizni xatolaringizni bemalol yuzingizga ayta oladigan, sizni ijtimoiy o'sha holatingizdan qat'iy nazar sizga bemalol sizni xatolaringizni ko'rsata oladigan bir do'stni bo'lishligi, bu ham rivojlanish yo'lini asosiy nuqtalaridan. Uchinchisi istimror dedik, davomiylik. Go'zal bir hikmat bor. Qalilun qar xayrun min kathirin far.
oz bo'lib davomli bo'lgan ish ko'p bo'lib davomi to'xtab qoladigan ishdan afzaldir. Ilmda ham, biznesda ham, boshqa butun rivojlanish yo'llariga bog'liq nuqtalarda ham mana shu 3 ta narsa olinadigan bo'lsa, albatta foydadan xoli bo'lmaydi inshaalloh. Hozirgi kunda mana juda ham zo'r narsa aytdingiz rivojlanish haqida. Vaqtidan oldin shon-shuhratga harakat qilishning oqibatlari haqida gapirsangiz. Bir inson vaqtidan oldin ustozlik kursisiga yo shuhrat kursisiga o'tiradigan bo'lsa, albatta bu inson yo'qlik degan sahroga chiqib qoladi. Misol, mazhabimiz asoschisi Imom Azam rahmatullohi alayh Abu Yusuf degan shogirdlari bo'lgan. Qozilar qozisi. Juda katta ilmga ega inson bo'lgan. Lekin o'sha Abu Yusuf hazratlari Imom Azam hazratlaridan ozroq ilmni olib bo'lgandan keyin bir masjidga borib fatvo aytishlikni yoki o'sha ilmdan dars berishlikni boshlaydilar. Imom Azam rahmatullohi alayh mashhur voqea. Ikkita insonni yuborib savol berishlikka buyuradilar. Ikkita savolni javobini Imom Abu Yusuf aytadilar. Ikkalasi ham xato bo'ldi deb javob berishadi. Ya'ni javobni noto'g'ri berdingiz. Abu Yusuf hazratlari darhol tushunadilarki, savol qayerdan kelganini. Ustozlarning oldiga borib uzr so'rab, savolning javobini ham biladilar va umrlarining oxirigacha, ya'ni ustozlari o'tkunlariga qadar ustozlik kursisiga o'tirmaslikka harakat qiladilar. Lekin ustozlari o'tgandan keyin asosiy qoziyu quzo deyiladi Abu Yusufga. Qozilar qozisi bo'lgan. Ya'ni sherlar ichida sher bo'lganda Abu Yusuf hazratlar. O'shaning uchun inson yaxshi bir ilmni olib, kasb borasida aytadigan bo'lsak, o'sha kasb borasida ham ustozidan duo olmasdan turib katta bir ishga bosh qo'shmaslik urf-odatlari bor bizda. Go'zal odat. Lekin ustoz ham shogirdga zulm qilib qo'ymasligi kerak-da. Kasbni o'rgatdimi, 1 yildir, 2 yildir, 3 yildir duosini berib mustaqil hayotga kuzatgani afzal. Ilm borasida ham xuddi shu, ya'ni yaxshi bir ilmlarni o'sha bizni urflarimizda diniy qadriyatlarimizga mos bo'lgan ilmlarni olib bo'lmaguncha ustozlik kursiga o'tirmaganlik afzal. Va bu insonni albatta o'sha yo'qlik degan sahroga olib chiqmaydi va natijalar ham beradigan xizmati ham qiladigan o'sha xizmatlari ham go'zal shaklda bo'ladi. Yana bir misol Luqmon Hakim hazratlari bilan bo'lgan. Luqmon Hakim hazratlarini bir shogirdlari podshohga borib arz qiladi. Men Luqmon Hakimdan kuchli tabibman. O'sha vaqtda tabiblik kuchli bo'lgan. Men kuchli tabibman deydi. Luqmon Hakimni taklif qilishadi saroyga. Va aytishadiki, sizlar ikkingiz ham zahar tayyorlang bir-biringizga qarshi. Kim o'zini zahariga qarshi, turkcha qilib aytganda pan zahri deb qo'yishadi-yu, o'sha zaharga qarshi dori tayyorlab tirik qola olsa, o'sha g'olib bo'ladi. Shogird zahar tayyorlaydi bir necha kun va odamlar yig'ilganda Luqmon Hakimga beradi. Luqmon Hakim u zaharni tanovul qiladi va hushidan ketib yiqiladi. Luqmon Hakimning boshqa shogirdlari darhol tuya sutlari to'ldirilgan xumlarga Luqmon Hakimni solib qo'yishadi va shu shaklda davolab olishadi. Ikkinchi bosqich Luqmon Hakimga keladi. Ya'ni Luqmon Hakimni navbati keladi. Zahar tayyorlashlik. 40 kun davomida zahar tayyorlatadilar. Shogird har kuni kelib devoldan poylab ketadi. Nima qilishyapti ekan deb. Shu Luqmon Hakimning shogirdlari har xil o't-o'lanlardan dorilar tayyorlab, rosa 40 kun dori tayyorlashadi. U shogirdi, o'sha osiy shogirdi 40 kun davomida ozib to'zib ketadi. Va olib kelishadi. Ya'ni yordamchilar olib kelishadi. O'zi yurib kela olmaydi shu darajada shogird. Luqmon Hakim bir kosada suvga o'xshagan bir narsani uzatadi. Shogird Luqmon Hakimga qaraydi, ba'zi bir manbalarda keladi. Ustoz meni kechiring deb aytib, kosani ko'taradi-yu vafot etadi deyiladi. Shu atrofda turgan saroy a'yonlaridir yo bir yosh ulug' otaxonlardir. Shunchalik kuchli zahar berish shartmidi? Shogird bo'lsa, ozroq rahim qilsa bo'lmasmidi? Fursat ham qoldirmadi deganda Luqmon Hakim olib kosadagi suvni ichadilar. Bu oddiy suv. Buni o'ldirgan vahimasi edi. Degan ma'noda bu ko'proq vahimaga tushmaslik
vasvasaga tushmaslik nuqtai nazaridan ham go'zal misol bo'ladi va vaqtidan oldin ustozlik kursisiga o'tirmaslik kerakligiga ham go'zal misol bo'la oladi. Juda ko'p o'rinlarda bir inson bir narsani o'rgansa, o'sha narsani ommaga e'lon qilishlikka, o'zidagi o'sha bor narsani maqtanib ko'rsatishlikka ko'p harakatlar qiladigan nuqtalarni ko'p ko'rib qolasizda. Go'zal bir hikmat bor. Siz harakatingizni qiling. Natijasini Alloh o'zi oshkor qilib qo'yadi. Siz bilan bizni boshimizga tushgani bizni ustimizdagi vojibotlarni qilishlik, ilm olishlik. O'sha qolgan natijalarni Allohning o'zi oshkor qilib qo'yadi agar taqdirida yozgan bo'lsa. Shunaqa. Vaqtidan oldin demak, shon shuhratga harakat qilish juda ham yomon oqibat olib kelar ekan ustoz. O'zi shuhratda kulfat bor deyiladi. Juda bir hikmatli gap mana shu. To'g'ri ma'noda anglaydigan bo'lsak, inson nimadan qochsa, o'sha narsa uni ortidan quvadi. Xoh boylik bo'lsin, xoh shuhrat bo'lsin. Faqatgina ilmni ortidan quvasizki erishasiz. Ilm farq qiladi. Ilmdan qochsangiz, ilm ham qochadi sizdan. To'g'ri narsa ekan. Deb foydalanmamiz kerak o'sha gaplardan deysiz. Toliblar borda endi qarab turadi, nima desa ekan deb. Ustoz, hozirgi kunda ko'p ko'ramiz. Ko'p odamlardan eshitamiz. Barakam qochib ketdi deydi. Barakam yo'q deyishadi. Barakani siri nimada? Shukurda. Shukur qila olishlikda. Yoshligimizdan eshitib o'rganganimiz bir hikmat bor-a. Borida shukur, yo'g'ida sabr. Nafs tarbiyasi, ruhiy tarbiya ruknida o'zini ustida ishlayotgan insonlar uchun bu hikmat tushmaydi. Bunaqa insonlar uchun hikmatni biroz o'zgartirish kerak bo'ladi. Borida shukur, yo'g'ida shukur. Qanday? Hozir siz o'zingizni ustingizda Alloh qoyim qilib qo'ymagan ne'matlarni sanang. 100 ta mashina sanavering. 100 million dollar pul. Bitta katta 10 etajlik uy, hammasi. 10 etajlik. Bemalol sana. Ha. Yana nima? Falon davlatda yashashlik. Xohlang bir katta davlatni boshqaruvchisi bo'lishlikni ham so'rashingiz mumkin-da. Ya'ni bu narsalar Alloh sizni kelajakda o'sha narsalarga olib borib qo'yuvchi yoki beruvchi ne'matlari bo'lishi mumkin. Hozir yo'q xolos. Xo'p. Nechta bo'ladi? Alloh sizga bermagan ne'matlar. Biz eksperiment qilib sanab ko'rdik, 15 tadan ortmadi. Har qanaqa narsani so'rab ko'rdik. Farzandlaringizni olimlar, sheyxlar, fizik olimlar, ximik olimlar bo'lishini so'rang. Dunyoga mashhur. Hamma biladi. 15 tadan ortmaydi. Ya'ni sizni ustingizda qoyim bo'lmagan, lekin kelajakda sizga berilishi mumkin bo'lgan ne'matlar 15 tadan ortmaydi. Endi tanganing ikkinchi tarafi. Sizni ustingizda qoyim bo'lib turgan ne'matlarni sanaymiz. Ko'z, quloq, burun, sochni chiqishligi ham bir ne'mat. Eshitishlik boshqa bir ne'mat. Farosat bir ne'mat. Ong boshqa ne'mat. Yurakni maromida urib turishligi bir ne'mat. Yuragingiz 1 minutda 150-200 marta urishlikni boshlasin yoki 50 marta urishni boshlasin, muammoingiz yetarlicha bo'ladi. Ko'zga miyadan suv kelib turadi. Shu kelmay qolsa, ya'ni bu narsa ham sizda bormi? Demak, bu ham ne'mat. Bir tish doktori tanishimiz bor, akamiz, Shomansur aka. O'sha inson bilan suhbatlashib o'tirganimizda aytdilar, dunyoda 10 mingdan ortiq kasallik bor deb qoldilar. Demak, o'sha 10 mingta kasallik siz ustingizda yo'qmi? Haligi sanoqqa qo'shing. 10 ming nechtadir bo'ldimi? Yashang. Sizni jismingizda yo'q bo'lgan har qanaqa kasallik bu sizning ne'matingiz. Subhanalloh. Demak, borida shukr qilishlik shart. Shukr qilmasangiz gunohkor bo'lasiz.
yo'g'ida shukur qilsangiz darajaga erishasiz. Yo'g'ida shukur qilsangiz nafsingizni tarbiyalab olasiz. Har doim nafs tarbiyasida bo'lgan insonlar mana shu narsani eslashsin. Masala qayerda? Bir mahzunlik keldimi, musibat keldimi, sinov keldimi, bundan kattarog'i kelmadi-yu. Agar musibatlar bobida oladigan bo'lsangiz, payg'ambarimizga dunyoda berilishi mumkin bo'lgan jamiki musibatlar berilgan. Farzandlarini bitta Fatima roziyallohu anhudan boshqa barcha farzandlarini o'zlari ko'mganlar. 6 ta farzandlarini. Yetim o'sganlar. Ochlikni ham his qilganlar. Kambag'al, miskin ham bo'lganlar. O'shaning uchun har qanaqa sinov insonga berilganda, hali shoir aytganidek, sinovlarni sen aslo musibat deb bilmagin. Bilamiz, kuzatamiz. Juda ham qalam o'tkir shoirlardansiz. Astag'firullah. Shoirlikka davoyimiz yo'q. Alloh salomat qilsin. Shunga agar bir xo'p desangiz, yangi yozgan she'rlaringizdan o'qib bersangiz. Hali hech qayerda chiqmagan bu she'r. Bu ham o'sha nafs tarbiyasi bobida ham olim insonga, ahli ilm insonga, ham boy insonga qaratilgan bir murojaatnoma she'r desak to'g'ri bo'lsa kerak. Hayot zarbalari bor deganlar ham ketdi-ku. Dardu zarbalar kuchun yeganlar ham ketdi-ku. Ba'zan nolib, ba'zan shukr qilganlar ham ketdi-ku. Qiyinchilik girdobida sabrsizlik qilmagin. Sinovlarni sen aslo musibat deb bilmagin. Hech kim senga qarz emas, harakating qilib ol. O'zing uchun o'zing bo'l. O'ylan, izlan, bilib ol. Soya kutma, soya bo'l. Joylaringdan jilib ol. Og'irliklar dunyosida shukursizlik qilmagin. Sinovlarni sen aslo musibat deb bilmagin. Ilm u irfon mol mulk ketar bir kun qo'lingdan. O'zingda bo'l, o'zligingda, qaytib ketma yo'lingdan. Ajal kelar kutmaganda, qocholmaysan o'limdan. Foniyliklar daryosida subutsizlik qilmagin. Sinovlarni sen aslo musibat deb bilmagin. Bu yog'i natija. Mana endi ko'r qara, natijalar xirmoni. Endi boqarlar hayron ilmsizlar karvoni. O'zing bilan o'zing bo'l, olimlarni sarboni. Natijalaring ko'rib, hayron ulol qolmagin. Olimlikni sen aslo daraja deb bilmagin. Go'zal kunlar asnosida adabsizlik qilmagin. Ne'matlarni sen aslo mukofot deb bilmagin. Allohu akbar. Nafs tarbiyasida o'zini tarbiyalash uchun harakat qilib yurgan insonlar uchun go'zal bir eslatmalar bor. Ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Hozirgi kunda juda ham boshiga qanaqa sinov tushib qolsa, odam darrov menga bu jazomikan bu? Nima qildim men? Aybim nima? deydiganlar yo'q emas. Topiladi, lekin bu she'ringiz shunaqa deydiganlarga ham, o'sha boya aytganingizdek boylikni ne'mat deb bilganlarga ham hammaga javob bo'pti. Alloh taolo salomat qilsin sizni, dunyo oxiratda aziz qilsin. Endi har doim kitob so'ramoqchi bo'lardik-ku, lekin videoni boshida, suhbatning boshida siz juda ham zo'r kitoblar tavsiya qildingiz. Albatta, demak, bu kitoblarni o'qib, hayotimizga tatbiq qilamiz degan umiddamiz va sizlarga ham bu kitoblarni tavsiya qilamiz. Qimmat vaqtingizni ajratib kelganligingiz uchun sizga juda ham katta tashakkur izhor etamiz. Alloh salomat qilsin ustoz. Men juda ham hayajonlandim. Alloh taolo sizni bu qilayotgan ishlaringizni, ajrlarini o'zi adofa ko'paytirib bersin. Alloh taolo salomat. Sizlarga ham Alloh barakat bersin. Bu go'zal proyektni aynan asliyat deb nomlanganini o'zi bir go'zal ishoralar borda, aynan qadriyatga asoslangan, aynan o'zimizni urf odatlarimizga va dinimizga mos ravishda bir go'zal suhbatlarga asoslangan bir loyiha ekan. Alloh o'zi barakatlarni bu loyihaga yog'dirsin va xalqqa, millatga, ummatga foyda berishlik nuqtasi aynan mana shu loyihada bo'lishligini o'zi nasib qilsin. Salomat bo'ling. Juda zo'r duo bo'ldi ustoz. Rahmat. Alloh salomat qilsin.